Mashinamni ko'rsataman hozir. Onamni keldim. Onam. Assalomu alaykum. Uyda kameraman keldi yoningizga. Onam assalomu alaykum. Bilaversiz. Mana mashina. Mashinam mana. Mashinani qarayapsizmi uni? Chang bosyapti ekanki. Nima haydamayman uni mashinani? Siz ayting javobini. Bu men ko'rdim mashina. Yutqazganingga qaytagan qiymatda balam. Yutasan, mayli. Yutqashi bor, yutishi bor, hayot shunaqada. Qachon haydayman uni? Qachon yutsam haydayman deyapti. Endi xudo xolasa duo qilib turinglar. Sutlarimiz yaxshi o'tsin, balam, ishlari, mushkullar oson bo'lsin. Yaxshi bo'lar. Inshaalloh. G'olib bo'lsin, yutsin. Yaxshi bo'ladi. Mana biz xuddi bu mashinaga bu mos emasmi endi, qandaydir mos emasmi? Inshaalloh chempion bo'lsa, bemalol. Joying sog' bo'lsin. Inshaalloh yaxshi bo'ladi onajon. Yaxshi kunlar bo'lsin balam. Birinchi musobaqani o'tkazib olsa, inshaalloh. Xudo xolasa. 5-martga birinchi o'tkazib olsa, xudo xolasa. Zo'r bo'ladi inshaalloh. Shu kelasizlar, umra qilaylar biz oyi. Mana buni olib oling, hech kim ko'rmasin, hech kim ko'rmasin. Hech kim ko'rmasin deb bitta Instagramga ko'rsatasan-ku. Mushkullar oson balam. Inshaalloh. Javobda bo'lsin. Mujiklar, qarang, men aytaman, barcha mujiklar sizni o'g'lingiz deyman, O'zbekistonda. O'g'lim hammasi. Duo qilinglar shuni ham. Ko'rolmam, u kunni o'lganim yaxshi. Undan keyin yashashdan qolmaydiman o. Axir onam deb yuribman men shu yerlarda. Nega qiynayapsan onamni dunyo? Axir onam emasmi borini bergan? Qara, hali ham u ishdan doim kech kelgan. Ming yomon bo'lsam ham der onam dono. Meni yoshligim onamni qaritma dunyo.